aleyküm. Xudo xolasa Jizzax shahridan bize 3 köprü çıktık. Bu köpür pese tushib butuncha qo'shilishadi ekan. Sirdaryoga qarab yurishamiz son. Toshkent, bu havom sert, havo zo'r, lekin yağmur yağmasa bo'ldi. Sevindik zo'r. Dog'li yerlarni chiroyli. Mana Allah razı olsun sizlerden. Qo'llab quvvatlab duo qilib turinglar. Eson omon shu Allohning baytini yetib borsin. Shu ikkisi deb bizlarga nasib qilsa borsa payg'ambarimiz Rasulullohga salomlarni yetkazib kabatulloh hamda ne arzu havasini duolar bo'lsa hammasini qilib chiroyli qilib Xudo xolasa sizlar uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. Obuna bo'lmay ko'radi Alloh, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Shuni bir yaqin donishlarga tarqatib qo'yinglar. Zero shu videomizni ko'rib shuning imkoni cheklangan uchalarimizdan yo'lga chiqishi mumkin, samolyotda borish mumkin. Mana ham Yariman ekan, yana falanchasi yetib bo'tar ekan deb Alloh ichine ko'ngilga solish mumkin. Bu sizlardan yordamchilar uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Biz Xudo xolasa Jizzaxdan chiqib ketib qo'yamiz. Sirdaryoga qarab. Sirdaryoga qarab Xudo xolasa inshaalloh hamma duoda bo'lib turinglar. Otqaldi Xudo xolasa inshaalloh. O'zbekistonga chiqish, ha? Tamam. Hozir shu mostdan o'tamiz Xudo xolasa. Siz do'stlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa Xorazmdan Makkaga chiqqan safarimiz 14-kun. Abu havo sel, yağmurroq havo bo'lib turibdi. Ilohim yağmur yağmay turg'ay. Eson omon Jizzaxdan chiqib olib Sirdaryoga yetib kelsak, son Toshkentga yetib boramiz. Toshkentda bizlarni kutib turgan odamlar bor edi. Xudo xolasa duoda bo'lib turaylar, hammasi yaxshi, bizga yaxshi, zo'r. Ana. Şimdi bu havanı gördüysem dostlar patlaşacak durayına sağ olun, aman olun. Edi Xorazm shoh surganda davron, bir yoni Gürciston, bir yoni Eron. 33 o'lkani xirojin olgan, bepoyon qudratli yurtim bor mening, ming bora maqtansam, haqqim bor mening. O'zbekiston Xorazm, shu yurtdan men o'zim, Jaloliddinni avlodim olman, meni shevamdan bilsin. O'zbekiston Xorazm, shu yurtdan men o'zim, Jaloliddin